soatiga 200 kilometr tezlikda uchadigan kichkina dronni birinchi marta ko'rganimda silkasini olib tanishimga tashagan edim. O'shanda agar bu narsa odam o'ldirishni boshlasa, shu narsalarda qirg'in barodda ishlatilsa hamma rasvo bo'lib ketadi deb taxmin qilib o'sha yerda muhokama qilgan edik. Haqiqatan ham o'sha tashagan yilim polnomasshtabniy urush boshlandi Ukraina bilan Rossiyaning o'rtasida. Haqiqatan taxminim to'g'ri chiqdi. Hozir asosiy o'lib turganlarda, ya'ni Rossiya tarafdan ham, Ukraina tarafdan ham o'lib turganlarda sababi mana shunaqa kichkina dronlar. Tabiiyki, ular hozir 200 kilometrda uchmayapti. Ya'ni bilinib turibdiki, dronlar vobshe urushda asosiy nimasini egallab oldi. Bu animeda siz ba'zi bir texnologiyalarni ko'rishingiz mumkin. Holbuki bu anime 1981-yilda mangasi tayyorlangan, adashmasam. O'sha 1981-yildagi mangaga, komiksga asoslanib tayyorlangan anime hisoblanadi. Bu animeni tayyorlaganlar Akirani tayyorlaganlar komandasi. Ya'ni bu animeni ilgari ko'rganman va yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Masalan, ujus, zombi shunga o'xshagan narsalar ko'rsam, tabiiyki uni fantastikaligini bilaman. Lekin mana anime meni ya'ni ko'proq qo'rqitadi, chem zombi, ujus shuna animelarga nisbatan-da. Chunki bu animeda ba'zi bir texnologiyalarda ba'zi bir narsalar ko'rsatadi. Shuni bilishingiz kerakki, biz ko'rib turgan narsalarda, masalan, oddiy misol oladigan bo'lsak, PlayStationga 2000-yillari Metal Gear Solid degan o'yinda ikkisi chiqqan. Shu o'yinni chiqarishdan oldin Amerikadagi katta nimalardan ruxsat olib chiqarganligi haqida eshitganmiz, chunki bu o'yinda ishlatiladigan qurol-yarog'larda hali futuristik, ya'ni konsept holatda bo'lgan, lekin kelajakda chiqish kerak bo'lgan narsalarni shu o'yinga kirgizganligini eshitganmiz. Ya'ni ba'zi bir narsalarni ko'rgan paytimizda fantastika deb o't ketishligimiz mumkin, tabiiyki. Lekin bitta odam tarafidan yasalgan narsalarni animatsiya holatda ko'ryapmiz. Bu juda qo'rqinchli narsa. Agar animeni chuqur tafakkur bilan ko'radigan bo'lsangiz, haqiqatan ham bu robotlar, bu ishlab turilgan narsalarni kelajakda chiqishligi va shunga qarab odamlar intilib turganligi odamni qo'rqitadi. Bu animeda adashmasam 3-jahon urushi ko'rsatilgan yoki 3-jahon urushidan keyingi qolgan ostatkalarni yig'ishtirish haqida gap ketib boradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.